Hammaga salom, sizlar bilan Pinduodu'dan zakazlarimni raspakovka qilamiz. 4 metr 40 mingga tushgan kargosi burchakdagi bola bosh nur bo'lmasligi uchun lenta. Keyingisi o'g'limga ochki, bozorda 50 ming so'm turibdi, 13 ming so'mga oldim. Sifati вообще zo'r. Telefonimga такой прикольный chexol oldim. 14 ming so'm atdik. Bozorda narxini tushirib 50 ming so'mga olgan chexolimni bu safar sifatini yana ham zo'rini 20 ming so'mga Pinduodu'dan oldim. Telefonimga ekran ko'rmaydigan stiklo oldim. Atiga 18 mingga olgandim. Yana plus menga 5 yuan bonus ham qo'shib berdi. 5 yuan 9 ming so'm bo'ladi. Sochimga повязкаchalar oldim. Buni o'zimga bittasini oldim, qolgan ikkitasini sotdim. Bozorda 20 mingga, men 14 mingdan sotdim. 500 so'm nakleyka, kargosi bilan 10 ming so'm. Вообще zo'rmi? Bu meni upakovkalarim uchun kerak. Plyaj uchun kiyim, jiyanimga sovg'a, ham arzonga tushdim, ham sifati вообще zo'r. Plyaj uchun oyoq kiyim, tosh oyoqga chiqolmaydi. Narxi 32 ming. Shuncha kiyim olgandan keyin uni ryukzakni ham обязательно olishim kerak edi va hammasini kosmonavtlik qilib oldim, podbor qilib, chunki jiyanim kosmonavtlarni yaxshi ko'radi. Mikrovolnovkada ovqat isitganda og'zini yopib qo'yishim uchun idish oldim. Zararli nurlardan asrashi uchun. Magazinda 525 ming turgan ruchnoy pылесосni 160 ming so'mga Pinduodu'dan zakaz qildim. 5 dona satkasi bilan keldi. Men o'zimning shaxsiy brendimni yaratdim va upakovkalarim uchun paketlarni ham hammasini Pinduodu'dan zakaz qildim. O'g'limga fotosessiyalarga taqib tushishim uchun tsepochka zakaz qildim. Kargosi bilan bor yo'g'i 10 ming so'mga tushdi va sifati men kutganimdan ancha a'lo darajada. O'g'limga fotosessiyalar uchun bandamka bu ham 10 ming so'mga tushdi kargosi bilan. Suvdagi narxlarda Pinduodu'dan narsa zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kursimga yozilishingiz mumkin. Kursim Ramazon oyi tugaguncha 59 ming so'm narxda. Va eng asosiysi menda $5,5 eng arzon kargo.